o'zimizda ishonarli molxonadan chiqqan bu. Endi eng qizig'i. Eng qizig'i narxi aka bitta buzovni puliga beraman. Zo'r semental buzov olaman. 35 million, 40 million pulim bor. 5 million ortib qolsin deganga, aka 40 million demayman, buni 35 million so'mga beraman buni aka. Nechta sutga beramiz? 15 ta suti bor, 12 taga beraman. 12 litr sutga 35 million so'mga beraman. 5 million bonusi ham bor aka. Qaranglar mana. Suti ham o'ta qo'yiq ekan bu. Yana bor. O'n qarang. Mana buni qarang. 4 tasi ishlaydi. Aka, bitta ayb bo'lsa mol meniki. Mana. Yuvoshligi zo'r. O'zini ko'rsatsinchi bular. Vallahi charchog'i borda aka. Charchoq ikkin domasa chiqib ketadi. Mana bular qarang. Bularda sichqon dum, ingichka dum, yuqqa po'choq, sigir bo'ladigan mollar. Ha, gibridlar. Gulday gibridlarni ko'rsatamiz do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari. Kanalimiz obunachilari. Farg'ona viloyati Ko'prik tumani Guliston qishlog'idan video obzorni boshladik do'stlar. Chiroyli xunojillar bor, sut yo'nalishiga chempion miralardan ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa yaxshi xunojini olaman deganlar. Ko'ringlar. Videoni oxirigacha narxlari, sifatlari yoqib qolsa, aloqaga chiqib savdo qilib olishlaring mumkin. Bugungi sanamiz 11-avgust, haftaning seshanba kuni 2026-yil. Biz Fayzulloh do'stimizni xonadoniga kelganmiz. Xunojillarning gullarini obunachilarimizga yetkazib berib turgan o'sha mashhur Fayzulloh. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Bizni kuzatib yotgan obunachilaringizga, bizni qo'llab-quvvatlab turgan musofirdagi aka, uka, opa-singillar. Aka, zo'ridan zo'ri. Ana shu musofirlarni eslashingizga bormanda. Zo'rdan zo'ri chiqaveradi xolasi. Qiyinchilikni ko'rmasdan turib musofir bo'lmaysan dedi-yu, biz ham aka qiyinchilikni ko'rib musofir bo'lganmiz-da. Gap yo'q. Hamma narsa sekin-astalik bilan. Ha, shunday aka. Bo'lyapti hammasi. Musofirda yurganlar ham xudo xolasa sizga o'xshab. Aka, bugunga 8 bosh molimiz bor. Aha. Bugunga 8 bosh. 8 bosh. Qimmatidan ham bor. Hop. Negativchilar bopidan. Arzondan ham bor. Gap yo'q. Xudo xolasa negativlar yo'q bizda. Yaxshi narsani qadriga yetadigan aka, mollar ostini bitta ko'rsating, sifatini ko'rsating, tonini ko'rsating mollar, yaltiroq variantida. Joningni. Bir boshdan ko'rsating aka, taglarini ko'rsating mana. Kichkinasi. Ko'rsating. Kindinglisdan olaman deganlar bormidi mana? Mana buni ko'rsating gibridda aka. Tozalari. O joningni. Qani, o. Ikkitasini shox kuydirilgan varianti, bittasi zavatskoy to'qol variant, mana shu. Bunisi tug'ma to'qol. O'zingiz ishqiboz bo'lganmi? Tug'ma to'qol. Mayli, u yoqni aytmay qo'yamiz. Tagini ko'rsating, ostini ko'rsating. Qani? Hozirdan 3 litr suti bor molga o'xshaydi. Mana. 4 ta, so'lishlari 4 ta, dona-dona, chiroyli, 4 yerda ekan. Bular qachon kuydirildi shoxi? Bularda aka, mana 212 kecha kuydirildi. Aha. Mana 212 kecha kuydirildi. Biri 25 plus, biri 15 plus minus. Aha. Bunisi ham 120 plus minus. Gap yo'q. Xo'p. Onlar turiga, sifatiga, aka, kачествосiga qarab turib narx aytamiz aka. Dehqonlarga tayyorlab qo'yibsiz shoxni. Aka, tayyor. Ikkovini olib boradi, kuzga borib qo'yadi, bunisini erta bahorga qo'yadi. Bo'ldi, narxiga o'taveramiz. Narxi aka bitta joyga bo'ladigan bo'lsa 29,5 milliondan. 1, 2, 3 uchalasini. Bitta kichkinasi bor, sal siylays. Apga bittasini, boring buni yechib. Jonivor. Qarab turing aka, hozir baho. Aka, sindirish kerakmi? Sindiramiz aka. Bitta shoqli toza rossiyskiy bitta molimiz bor. Qani kelsinchi bu yoqqa ko'raychi. Jonivorlar qaranglar, oq tumshuq, oq kiprik, mentalga tortgan shoxlarini kuydirib tayyor qo'yibdi. Hozircha do'stlar, hozircha uchalasini bir joyda olganga 29 million 500 dan deb turibdi. To'rttasi 29 million 500 ming. Sizlar videoni kuzatib turinglar, hozir narxni sindiramiz hozir. Fayzulloh bilan jang qattiq bo'ladi-yu bugun. O, bunisi kattaroq u. Aka, qochishga tayyor. Hop. Mana. Toza rossiyskiy. Rossiyskiy olaqaroqlardan, shoxli variantidan. Turuvni qarang, sifatni qarang. Aka, mana qochishga tayyor o'qi, yoshiga yetib qolibchi-ku bu o'zi. Aka, raza bir yashar bo'libdi. Ana, bitta tagini ko'rsatish. Ostini aka uyaltiradi. Jonivor, qani. Tek turamiz a. Yuvoshligi zo'r ekan. 4 ta dona-dona joy-joyida. Xo'p. Aka, shuni ham rossiyskiyni ham qo'shib yubordik. 3 ta to'qol, bitta shoxli. Nech puldan bo'ldi 4 tasi? 29 million 500 mingdan aka bitta joyga ketdi. Yo, siylaysan. Aka, 29 milliondan bitta joyga ketdi hammasi.
To'lamasini olsa. Aha. Kami bor. Aka molni qarang yaltirash. Kami bor, savdosini qilib olishadi. Mana bunaqa. Yelkalarni ko'ringlar mana do'stlar. Mana Arqa aka, korobkalar. Yuvosh. Mana bunaqa. Yuvoshligi. Yonboshdan ko'rsating taylarini aka mana. Ko'nmayapti deganlarga. Santimetr turishadi mana. Ko'ringlar do'stlar. Turishini. Hozirdan yelinlari bor aka mollarimizda. Xo'p, endi menga shoxli tushadi. Bitta shoxli boqim bor edi deganlarga o'zini necha pulga beramiz? Aka qizig'i yo'q. Ketaveradi. 29 million. 9 million. Ketaveradi. Bo'ldi, obro'ying. Bo'ylari 125 kelib qoladi. Mana shuni ochidimiz. Metrda olib chiq yugurib. Aka endi ma'lumotni beraverib, o'lchaganda ko'rsatib ko'ramiz. Bo'ldi. Meni aka bemalol chiqadi aka. 125. Bo'ldi. Kallanglarni ham bitta olib ko'rsatay mana aka. Mana. 1 yosh. Mana. Shu 12 oylik atrofidagi xunojin ekan do'stlar. Qochishga tayyor bo'lsa qochadi. Mana buni qarang. Endi Fayzullo. Ho'la bu aka. Bu ikkala kattaroq, shu 2 oy boqib buqaga qo'yaman deganlarga bu ikkalasini necha pulga beramiz? Aka, bulari lekin 500 ming 1 million razisa qiladi. Aytamiz, tarsas kelishtirib faqat, hali xunojinlarimiz ko'p. Aka 29,5 milliondan ikkovi qayga bo'lsa boraveradi mana aka. Hop, 29,5 milliondan ikkalasi. Boraveradi. Bunisi kichkina. 29 million narx etding bunga ham hozir hammasi bitta joyda. 28 million so'm ketaveradi. 27 million beradi. Bo'ldi aka, ket. Kamini yana o'tib. Siz obunachilaringizga aka, borib aka. Yana kamini o'tib berasiz. O'zlari telefon qilsa o'tib beraman. Gap yo'q. Do'stlar, videodan uzoqlashmay turinglar. Turuvni qarang aka. Hayda, narini haydaversa, mana bular to'rbosh, puli yengillari bor. To'rbosh. Mana uzoqlashmay turing do'stlar. Mana mashalloh, mana ishqibozlariga tavsiya qilib qolamiz. Aka, qani endi bo'lmasa videomiz cho'zilsa bitta bo'yini ko'rib olsin obunachilarimiz. Aka mana. Mana. Yaxshi ko'rinmay qolyapti. Mana shu yerdan metrda buramiz. 1.24, 1.25. Ha? Mana orqa taraf aka. Mana 1.30. Mana aka. Metrda sal burib oling. Mana. Arqasi 1.30 aka. Bo'ldi. Oldi 1.25, arqasi 1.30. Mana 1.20 dedingmi? 1.20 oshiq ekan. Bunisi undan ham oshiq ekan. 1.30 ga ham borib qoladi. 1.25 xotirjam kelaverar ekan. Onlarda aka hamma yoq isboti bilan bo'ladi. Do'stlar, videodan uzoqlashmay turamiz. Aka, endi mana to'rbosh, xudo xolasa, pul yengillardan bor. Videoni uzmagan holda pul yengil variantlarni ko'rsatamiz. Nima qilsa ular bog'lab olsinmi? Ha, aka, hozir 1 minut. Shu yerda to'xtatib turamiz. Mana do'stlar, birinchi ko'rsatganlaring bizga sal kattalik qilyapti. Yoshroq bo'lsin, puli yengilroqlardan bo'lsin deganlarga bularni ko'rsatib beramiz. Endi bo'ylari uchalasi bir-biriga par dugona ekan bular uchalasi. Bitta qo'ra. Bitta qo'ra uchalasi. Bitta qo'ra bo'ladi. Narxlari ham juda hamyonbop bo'ladimi? Aka, xudo xolasa yengil bo'ladi. Endi yengilki aka 13-14 dan bo'lmaydi. Molni ko'chatiga sifatiga qarab, sifatiga qarab narx. Dehqonni o'ylagan holda narx. Hozir rossiyskiy aka, ostini qarang, janavarni. Ostini qarang. 4 yerda qoziq qoqib ham to'g'rilab qoqolmasa kerak. Ko'rinda. Oyoq kengligini ko'ring. Kengligini qarang. Kengligi zo'r. Molni qarang aka, korobkasini. Zo'r. Molni qarang. Bo'ylari 1.25 1.25 plus aka bu ham. Yo'q. Buni ham ularga qo'shib narx etsak bo'ladi aka. Buni narx yengilroq-da. Biz ham dehqonni o'ylaymiz aka. Dehqon ham xursand bo'lsa, katta mol oldim, 26 ga narx etishdi, 25 ga berdi desa, aka, xursand bo'lib qolamiz. 25 narx etib yana ham o'tib beraveramiz obunachilar. 24 million so'm ketaveradi. Bor ekansiz. 24 million kami bor. Kami bor. Qani bitta kallalarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana shoxi. Ko'rib olinglar do'stlar. Aka, sal uzunroq, ana shoxiga yana 500 ming o'tib beraman. Bittasi sal kaltaroq ekan. Yo, mashinga bitta 500 ming o'tib beraman. Ko'rsatganim uchun 500 ming. Ko'rsatganingiz uchun 500 ming o'tib beraman. 23 million 500. 23 million 500 mingga aka O'zbekiston bo'ylab, vodiy bo'ylab. Vodiy. Hammasini olsa, 8 tomonda hammasini olsa O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. Yo'q, 23 million 500, yana so'rab olinglar do'stlar, ko'nglini topib 20 millionga sindirib qo'ysalaring men xafa bo'lmayman, xursand bo'laman. Aka, ko'chatchalar qarang. Gibridchan qarang, ostini qarang. Olachan qarang. Qani, mana bu qarang, uzunligini qarang, mana bu. Mana bu qarang. Qani. Mana gibridchan. Qilat qo'yingchi. Bu chekkadagisi qoldi. Mana buni qarang. Bo'ldi, ko'rindi o'zi. Aka, gibridchan qarang. Hozirdan 1.5 qarich keladi. Yerga yaqin variantidan ekan bular. Qani tortinchi uchalasini bir maza qilib yursinchi, o'zini ko'rsatsinchi bular. Vallahi charchog'i borda aka. Charchoq 2 kun bo'lmasa chiqib ketadi. Mana bular qarang. Bularda sichqon dum, ingichka dum, yuqa po'choq, sigir bo'ladigan mollar. Sut yo'nalishiga tavsiya qilaveramiz. Harlar qaytarib yuboramiz. Fazillo 5,5 oydan buzoqlar aka bular. Nech pulga beramiz endi bular? Bularni bitta joyga ham aka, ichida 22 millionlik nima ham kirib ketyapti aka.
Gibrid. Ha, gibriddan kirib ketyapti. Aka bitta joyga bo'ladigan bo'lsa, hop 17 million 500 mingdan ketaveradi. 17 million 500 dan cho'lasini bitta joyga Ketaveradi. olsa. Shu 500 ga qaydan chiqarganmiz aka? Ha, o'sha 17 dan bitta joyga ketdi aka, Soyibjon aka. 17 dan bo'lsa 51 bo'lyapti cholasi. 50 million so'mga ketdi. 50 million so'rab oladi yana. Aka, yaxshi odam o'zimga o'xshagan oqsariq odam telefon qilsa, aka 50 million so'mga o'tib ham beraman. Gapi. Do'stlar, tavsiya qilaman. Cho'lasini xudo xolisa olinglar mana. Bitta yaxshi bo'g'oz puliga 3 ta olib qo'ying, xudo xolasa. Bu yildan keyinga boqib 6 ta qilib olasiz, xudo xolasa. Aka, mollar kallaylarni ham ko'rsating-da, aka, mollar kallaylarni ham mana. Kallaylarni ham qarang. Chiroyli kalla, hali kichkina dumaloq kalladan. Do'stlar, ko'raverasizlar mana. O'ta chempion miralari kerak deganlarga o boshidagi gibridlar ko'rasizlar. Stakan tuyoq aka. Bular ham lekin o'zini holiga, holatiga yaxshi mol bo'lib yetishadi. Endi 22-23 narx etyapti aka. U bizda yo'q u narsa aka. 50 million so'm xayriga kamiga o'tib beradi. Cholasi 50 kam. Gap yo'q. 23 million 500 ming so'm mana aka, toza rossiyskiymiz. Bu jiyanimiz jinda kechqurun ko'proq sanqigan shekilli uyqu suryapti. Torting aka. Bolalar bo'ydalar shunday endi. Mana buni qarang mollar aka. Stoykani qarang. Ozgina mehr talab. Aka, faqat jinda aka dehqon boqolmagan xolos. Mehr berib yaxshilab boqib ko'rsa yaxshi bo'lib ketadi. Hozir aka hovdan ushlab chiqib, ana sizga ko'rsatyapmiz aka mana. Gap yo'q. 23 million 500 kam bor. Endi yana bitta savol bo'lyapti-da bu yerda. Nima savol bo'lyapti aka? Mana shu cho'lasini hammada ham 50 million pul yo'q. Ikkita olishi mumkin, bitta olishi mumkin. Tanlab olsa necha pulga olsin? Aka, tanlab olishi, aka, masalan, tanlab olishi 18 milliondan. Kami bor. 18 millionga xohlagan tanlab savdo qilib olsin. Xohlaganini tanlab savdo qilsa, 18 million pul tashab bersin, uyiga yetib boryapti bittasi. Ha, 18 ga o'tib berasiz. Tashab bersin demang, o'tib berasiz, ozmoz. Ha, kelishamiz aka. Aytganingiz bo'lib qolmaydi. Kelishamiz. Do'stlar, qo'ldan kelgancha obzor qilib berdik. Aka, agar mabodo birontasi menga suti bor, mol kerak degan bo'lsa, bitta Daniya bor aka. Endi xudo xolasa 1 oylik bo'ldi. Hali o'zi yiqildirganimiz yo'q lekin. 1 oylik bo'ldi. Olib kirib ko'rsatib beramiz. 15 ta suti bor, 12 taga beramiz. Tishi 4 ta. Yuring endi aka. Qani ketdik do'stlar. Mana shu nojilardan tavsiya qilaman, zo'r nojilar. Qani ketdik. Bo'g'oz bor ekan, bitta bo'g'ozni ko'rsatib beramiz. Deyapti. Xudo xolasa. Mana shu ham hozir savdo qilib turibdi, mana shu 4 tavoni savdo qilib turibdi. Do'stim, men foydalanishga. Endi bunday bo'lsin-da. Siz kelgan yaxshi mol deb qo'ysangiz, biz obunachilar qaysini olsin? Siz obunachilarga ilinamiz bularni. Olib ketib qolish yo'q. Ko'rsatdik endi. Sog' bo'ling. Rahmat aka. Do'stlar, mana endi suti bor, sigir kerak deganlarga. Hali menga 4 kurak bo'lsin, yosh bo'lsin. Fayzullo, senda shunaqa mol bo'lsa deganga mana so'z isboti bilan 4 ta. Hali 6-siga harakat ham qilgan yo'q ekan. 4 ta endi chiqar. Aka, 1 oy bo'ldi. Hop. Yaltira variantidan bu ham aka. Ostilarini qarang. 15 ta suti bor. Biz osh, jam, tixa. Jam dedim. Mashaxon jam. Hashlab boradi, shu yugurib boravermasdan qani. Aka mana. Suti ham o'ta qo'yiq ekan ama. Yana bor. On qarang. Mana buni qarang. 4 tasi ishlaydi. Aka, bitta aybi bo'lsa mol meniki. Mana. Yuvoshligi zo'r. Sut vazillab tushyapti. Tuyoqlari yoniga borinchi bo'yini bitta taqqoslab olaylikchi. Aka, molni bo'yi 1.45 shuna atrofida chiqadi. Mana buni qarang. Bu jonivor birinchi qoringa tuqqanda endi bu. Bitta tuqqan. Ikkinchisiga homilador. Xudo xolasa. 1 oy bo'lib qo'yilganiga deyapti. 1 oy bo'ldi aka. O'zimizda ishonarli molxonadan chiqqan mol. Endi eng qizig'i. Eng qizig'i narxi aka bitta buzovni puliga beraman. Zo'r semental buzov olaman. 35 million, 40 million pulim bor. 5 million ortib qolsin deganga, aka 40 million demayman, buni 35 million so'mga beraman buni aka. Nechta sutga beramiz? 15 ta suti bor, 12 taga beraman. 12 litr sutga 35 million so'mga beraman. 5 million bonusi ham bor aka. Qaranglar, mana 40 million puli bo'lsa, 35 millionga beraman, 5 million pul o'zida qoladi. Yem yashab olib berib olaman. Xudo xolasa. Aybarroq xolos. Toza Daniya. Qochgan bo'lsa, bu mol yana ham endi yaltirab zo'r bo'lib ketadi. Zo'r, tavsiya qilamiz. Hali bir xilgina aytish mumkin, yetalamayapti buni. Aka, bu mol to'g'risi gap, chinda asovroq. Arqon endi yurgan. Lekin yuvoshligi zo'r. Aka, yuvoshlik ko'rdingiz hozir mana. Bo'sh yurgan mol. Endi arqonga o'rnashgan yo'q. Bo'ldi. Sog'lom narsa o'ynaydi. Aka, qonini qarang. Yap yo'q. Baraban bo'y yotibdi.
Aka ko'rsatib bering, mollar qolmagan, shu mollarimiz bor xolos. Do'stlar, tavsiya qilib qolamiz. Qo'ldan kelgancha obzor qilib berdik. Kimgadir xunojin, kimgadir mana sutli sigir kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Kelib, ko'rib, ustida sanab tekshirib olavering. Biz qo'ldan kelgancha ko'rsatib boryapmiz. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Guliston qishlog'i. Mashhur Fayzullani Lakni bosib kelaverasizlar aka. Sizlar duo qilib tursalar biz to'xtamaymiz. gap yo'q. Mashhur Fayzullani xonadonidan bo'ldi video obzorimiz. Kelinglar, yoqsa xarid qilib olinglar. Xudo xolisa baraka topasizlar. Biz mana sizlarga ham tavsiya qilaveramiz. Kelaverasizlar. Sog' bo'linglar. Hammaga Tagi omad. sirob aka. Xo'p, sog' bo'ling.